Hammaga salom. Hozir sizlar bilaman, bugun o'zimni nima bilan parada bitib qilganimni ko'rsataman. Bugun ozgina настроением yo'q edi. Так что kosmetika. O'zi kam narsa oldim, но baribir menga kerakli bo'lgan narsa bu 345 krem. Hech qachon ishlatmaganman, но хочу попробовать. Bilmayman qanaqa ekan. Короче, 345 kremni problemli ko'jaligi yaxshi deb aytishdi. Shuning uchun hozir olib ko'rdim. O'zi yuzimga nima olishni bilmayotgandim. Shuning uchun shuni oldim. Aytinglar, kim ishlatgan, yaxshimi, foydasi bormi? Qadini ko'rdim yotdi. Ходила. Пахнет ничем. Но главное, чтобы типа угреки фойдасы bo'lsin. И кстати, tonalli. Уже mingta tonalli bo'lib ketdi. Mana shu brenddan Roseberry. Shuni olmayman deyman, lekin shunga uchrab qolaveraman. Bilmayman nimaga. Но lekin вообще zo'r tonalli. Короче, har xili bor-da buni. Har safar har xil uchraydi menga. To'q bo'lib qoldi. Oxirgi olgan ikkita tonallilari hammasi to'q bordi. И buni ochroq deb sotishdi. Shuning uchun shuni ishlatib ko'ramiz, qizlar jonlar. И, кстати, mana bu opamni kutgunimcha magazindan chiqqanlarcha shuni olaman. Bunisi, короче, sochga sprey. Men o'zimga bunaqa kichkinasini quytirib oluvdilar. Opam, короче, o'zlariga oluvdilar. Keyin hidini uli ishlatmasdan o'zim ishlatib yurdim. Keyin hidrisi yoqdi menga buni. Shuning uchun shuni olib ko'rdim. Hozir ko'rsataman buni ham. Конечно, Topsanglar, sizlar ham olib ko'ringlar. Chunki, kстати, bugun menga kompliment qilishdi. Sochim yaxshi, приятный hid keladi. Har doim deydi. Bilaman-da, nimadan bilmayman. Odamlar g'alati qarab ketishyapti menga. Generalmi bu o'zi gapirib o'tirdi. Mana. Такой. Лайк. Вот такая вот была мини-распаковочка. Всем пока!